Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, yurtdagi ishqibozlari. Gazelni bilgan biladi deb kommentariyalarda yozgan ukalarimizga bugungi gazelimiz bahorasi 2020-yil. Gazelimiz sotuvga qo'yilyapti. Bu gazelimiz Farg'ona viloyatida. Yili 2020, probegi 18.000 halol, 6 ta baloni yangi, gaz balonlar qo'yilgan. Motori sotka injektor dedi. Sotka injektor ekan. Benzin gazga o'tib bemalol harakatlanib ketaverasiz deyapti. Xohlasangiz propan qo'shib qo'yasiz. Maqsadga yarashaveradigan gazel ekan akalar. Gazelni любой mashina ham 18 ming, 20 mingdan obkatga hisoblanadi. Obkatkadan hali chiqmagan mashina ekanda, masalan, yangi mashina ekan. Oyog'idan xudo xolasa baraka topib, bemalol maza qilib yurib ishlatsa bo'laveradigan. Xohlasangiz furgon, xohlasangiz tentovka, xohlasangiz samosport, xohlasangiz bartovoy. Любой ishga o'zi tayyorlab minishingiz mumkin ekan. Mashinaning holati ideal, go'zal holatda deyapti. Ko'ringlar, xudo xolasa kanalimizga like bosib, tanish-bilishlarga video jo'natib, o'zinglar ham kanalga obuna bo'lib qo'yinglar akalar, xudo xolasa. Mayli akalar, videoga ko'rib o'zinglar baho berasizlar. Gazel mashinamiz ham akalar 18 ming halol probeg. Tablolar hamma sxemalar ishlayapti, elektr paketlari full deyapti akamiz. Kraskalar toza. Radno holatda, radno parada. Ikki yon boshida 80 ta 2 ta gaz balon turibdi akalar. Mashinamiz xudo xolasa o'ta go'zal holatda. To'g'risi o'zim ham ko'rib havas qildim. Gazelni bilgan biladi deb baqirib chaqir qilib kommentariyalar buzib yuborgan akalarimiz bezizga maqtanishmaydi. Haqiqatan gazel o'ta tirikchilik ishlataman degan odamga yaxshi pul topadigan mashina mana. Xudo xolasa benzin baklari ham butun benzin gazga o'tadi deyapti mashinamiz. Motorlari 1 gram rasvoti yo'q. Sotka injektor motorda turibdi aka deyapti. Salonlari ham o'ta chotka, xudo xolasa. Zavod, hamma yoq zavod turibdi akalar. Urinib ketgan, titilib ketgan joylari yo'q. Mashina istarasiz odamni o'ziga yevoraman deb turibdi akalar. Bemalol olib yoniga borib savdolashib olishingiz mumkin akalar. Mana motor qismlari ham chotka turibdi, o'ta ideal holatda. To'g'risi o'zim ham juda havasim keldi. Havas qilganlardan like bosib, kommentariyaga havas qildik, nasib qilsa bizga ham deb yozib qo'yasizlar, xudo xolasa. Akamiz hop narxini 17.5 ming kami bor. Lekin kami 105 uka. O'sha zaruriyat yuzasidan sotilyapti mashina deyapti. Ehtiyoji bor, bir olib minib tirikchilik qilaman, ishlataman deydigan, bozorga yurzaman degan akalarimiz xudo xolasa bemalol xizmatini qiladi. Yili ham kamdan kam uchraydigan yillardan 2020-yil 18 ming probeg. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qoldirib qo'yamiz akalar. Like bosib, kanalga obuna bo'lib, pulini ishlataman